Toğut bölümü sol tarafta. Kelinimni kutqizib qilinglar. Mevramni kutqizib qilinglar. Ötünüp qalay. Çapsan, oksigen beringlar. Yaqinda o'g'limdan og'rib qolgandim. Tez. Aka. Bardash bering. Aka. To'g'ri bölümü keldi. Aka. Xotinimni qutqizib kelinglar. Gel mushu doktorxonaning tug'ut bölümünde birli vaqtda ikki o'g'il. Nabi bilan Subhi tug'ut. Ularning dunyoga ko'z ochganligidan onalari xo'shal bo'lishining o'rniga qat azoblandi. Yasin, Ha? kechilik avtobusdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Chapsanroq ishlaring tugatgin, ha? Ha, tayyorlig'im tutib qoldi, xotirjam bo'ling. Gülandamada. Qaq saharda Urumchi taraf qarab qopsiz-ku. Sulton akam kelib qolamdi nima? Kim seni qaq saharda otkachilik qil dedi? Men berib ishona qil. Dada, rasini etsam, memni bo'g'isi yeyizdan bek sig'inib ketdi. Kagini jo'limay, berib o'chab ma'qul, ma'qul. Tez bo'l. Tomoq tutish qilmasang ulgurmaymiz. Tez bo'l, ha? Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Gülandam, siz haqiqatan ishchan ayoljimu? Atdigandala. Voy Mahmudka, ishchan bo'lmasam bo'lamdi. Men sizga o'xshash akordin tatib naqsh etamayman-da. Mush yoshga kelganda akordin tatmoqmi tashkil edik-a? Undaq demang, keling o'ltiring, ochiq-chichiq qilib bir chim suqash etkizib beray. Rahmat singlim. Kechichi akordin tatib bak charchab ketibman. Uyga borib aram elib olay. Xo'shamsiz. Bo'ptamsa, boshqa kuni kelasiz. Xalcham odamga salom aytib qo'ying. Vaqtiyaz kelib o'ltirib ketsin, ha? Ma'qul, uningga deb qo'yay. Qopinglar bolalarım, o'rninglardan turinglar. Kun tushib bo'g'ich yotamsizlar. Zahra, appa qizim, o'rningdan tura qizim, kiyimingni kiygin. Tura. Hey, tur. O'rninglardan turinglar. Mush vaqt yotamsizlar. Men atdiganda bir mo'chi mehmonlarni yo'lga selavatdim. Oqshimi baldir yotmaysizlar, atdiganda sahar turmaysizlar. Sizlar bag'ansir gap anglamas bo'lib ketyapsizlar. Tez bo'linglar. Appa, bugun pokiz chiroyli ko'ynikimni kiyib olaychi. At kiygin appa qizim. Bugun kiyib olaychi. Sulton dodam bilan Subiya akam ikkisi bugun keladi. Chiroyli ko'ynikimni hozir kiyib olaychi. Qara aldirab ketganingni. Ular at keladi emasmi? Bo'pti, kiysan kiygin, ha? Singlimning judili chapchiqki. Shu emasmi? Kela qizim, bu kiyimingni kiydirib qo'yay, ha? Kiya. '
Voy, qo'lingdagi nima o? Bu Söbi'nin apısının sizmi resmike bunu Söbi sizip sonlimga beripdi. Hey, sizlarnize. Subi kichikdala apisidan yetim qolgan. Apisi uni tug'ibla o'lib ketgan. Buningdan keyin Subini aldab yurmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladingmi? Anladım. Bu ballarnize. Siz neymişqi? Kichik bolaning gapiga kirsiz. Bu ishni o'zingiz bir qaror qilishingiz kerak. Mening da'vatqinim xeyli yuz obro'li ayol. Menmi uzundan beri 100 obro'liq biror ayolni izlab kelyapman. Sizmi bilasiz? Subhi mijazi g'alati bir bola. Men tanishgan ayollarga o zodil chiroy ochmaydi. Uning ko'nglidagi onani tepish ters o'xshaydi. Mayli nimala bo'lmasin, mening yuzimni qilib bo'lsimi, uning bilan bir ko'rishib beqing. O yaxshi ayol. Mening Subhi uni yoqtirib qoladi. Ata, g'oljiga qatnayman. Qaytib kelgandan keyin bir gap bo'la. Men obdanroq o'yinni paqay. Bu ish bo'lamdi, bo'lmamdi. Yanala Subhining rayiga baqaman. Subhi bir mezgil mening yonimda tursin. Ayolni uyga akib olgandan keyin u asta-asta o'ginib qoladi. Ha, Subhi haqiqatan boshqa bolalarga o'xshamaydi. Men tix ammag'an xotinni deb balamning dilini ranjitsam bo'lmas. Undaqmi bo'lamdi? Bola emasmi? Beshingni kim silasa, mashoyiqing shu degan gap bor. Kunda uning qo'lidan tamoq yesa o'ginib qoladi. Sultan, Kansay o'tingidagi ilk ayolga tortishib shumgansiz, a? U 3 bolasi bor ayol, o'zingizga bir muncha bosh og'riq tepib olasiz. Yana o'z bolasi bor ayol o'gay bolani xorlaydi. Bir qitim bo'lsam gapimni anglab, uning bilan bir ko'rishib beqing. Subhining onasimi yalikida xotirjam yassun. Ha? Canım Nevrem. Şurak barım, can ciğerim. Babam bilen bizni taşlap gidiş kandakçı dedim balam. Vay balam, vay balam, vay balam. Bizden bir sarı hatalık ötken bölgeydi balam. Oğlumdan mı ayrıldık balam, senden mi ayrıldık balam? Allah balam, Allah balam, Allah balam. Vay canım şirak, bağrım balam. Vay bağrım, vay bağrım, vay bağrım. Vay balam, vay balam, vay balam. Vay balam, vay balam. Vay bağrım balam, vay ciğerim balam. Appa, bo'ldi yig'lama. Ukam Nabi, akamning yiniq ketdi. Ati balish kelan jannat ko'rishidi. Aka, balamiz qopdan qariyamadi. Vay balam, vay balam. Vay ciğerim balam, vay balam, vay balam. Vay Xudoya bir qanday qilib berganim balam. Vay balam, vay balam, vay balam. Vay canım balam, vay canım balam.
to'xtab turgin. Oppa, meni tashlab ketmagin. Oppa, to'xtab turgin, oppa. Meni tashlab ketmagin. Oppa! Oppa, oppa, sen qayerda? Oppa, sen qayerda? Oppa, oppa, sen qayerda? Oppa, meni tashlab ketmagin. Oppa! Oppa. 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 Dodo. Neymiş balam? Tek uxlamapsan go. Ha? Ati men bilen birga g'uljiga boradigan odam nemish uxlamading? Ati men seni yo'l ustida Gülandam Hadanning uyga qo'yib ketay. Sen o uyda Tahir, Zöhralar bilan 1-2 kun o'ynab turgin. Sen yana u yerda Aqin bobong bilan mı ko'rishalaysan? Ati sar turumsaq bo'lmaydi balam. Uxlagin, ha? Dodo, chiqib ketmagin. Ha? Ne bo'ldi? Yig'lagan o'xshamamsan. Ko'zlaring qizirib ketibdi-ku. Boya tushimda yig'labdiman. Men tushimda opamni ko'rdim. Opam o'zi yolg'iz yig'lab turg'idak. Bechora balam, uxlagin. Opaning ruhi san madad bergay. Yani shu rasmda. Dodo, onda qilmag'in dodo. Dodo, menga tegina. Opam o'lib ketmagan. Sen uni cho'qim tepib kelasan. Shundoqmi dodo? Opam o'lib ketmagan. Dodo, opam o'lib ketmagan. Yani shu gapmi? Men sana opang o'lib ketgan deb necha qitim aytdim-ku. Sen tug'ilishing bilan o o'lib ketgan. Sen hozir meni ko'rayotgan kunimni oz demsa, agar yeningda bir opa bo'lgan bo'lsa, meni shukim yeniklab qolatdi. Sen O'tinib qolay dodo. Undoq demagin. Menga aytqina. Opam o'lib ketmagan. Shundoqmi? sen shumtakni poq sudikingdan ayirib cho'ng qilib qo'ysam, bugun kun kelganda ha desa opamni deysan-ku. Bundan keyin men kimga o'ylansam, shu sening opang bo'ladi. Yo'q, menga undoq op kerak emas. Bu kungi qog'idagi xudoning oldida nima gunoh qilgan bo'lgandim? Dunyo. Dodo meni urmag'in. Kenim Yo'q. dodo meni urma. Men shunda xap qilib, menimi u dunyoga kelsin demsan ya. Oppa, tushimga kirib meni ko'rib turding. Nima uchun o'ngimda yenimga kelmaysan?
Subhi. Berke bala. Berke deyme. Subhi. Korkma. Allah'ım. Bundan keyin bu osal mijazimni çokum özgerttimen. Seni emdi hergiz urmayman. Dada, bundan keyin men senin gepingni anglayman. Seni hergiz xap qilmayman. Balam, Gülendam hedani yaxshi ko'ramsan. O, sana ana bo'lsa bo'lamdi. Opa! Beni tapamaysa. Opa! Sen bu yerde. Opa! Bertua. Meni izlab topqindimsan, canım bolam. Ularning degani to'g'ri. Hozir Raziya adining ro'y kayfiyati toz yaxshi emas. Bundaq chaqit kelib uni avar qilsak bo'lmas. Ziyorat qilamiz desanglar, uning dardli qalbini texim og'irtib qo'yasizlarmikin? Yo'ldosh, bundaq desangiz bo'lmaydi. Biz qonun gizitining muxbirlari. Bu qilishga tegishli ishimiz. Yo'q, bo'lmaydi. Menga boshqa fursat yo'q. Biz ad Urumchiga qaytmoqchi. Bu sizlarning xizmatinglar ekanligini bilaman. Biroq sizlarmi uning hozirgi ahvolini o'ylashinglar kerak-ku. Muxbirada, men sizdan o'tinib qolay. Yengam siz bilan so'zlashmasligi mumkin. Biz uning bardoshlik bermasligidan ansiraymiz. U pat yaqinda Urumchiga qaytmoqchi bo'layotdi. Sizga yana fursat chiqib qola. Yo'q, bo'lmaydi. Bu maqolani cho'qim yozishim kerak. Qandoq gap bu? Nədiki fursatga bu? Bu maqolaning qurilmasi haqidagi tasavvurimni yuqorida doklad qilib qo'ygandim. Sizlarmi meni o'ylab qo'yishinglar kerak. Bu ziyorat maqolamni yozib tutasam, balkim sizlarga foydasi bo'lib qolar. Bu
Men ko'rishmasam bo'lmaydi. Hadi. Yengem bilan cho'qim ko'rishman desangiz, avval men kirib uningga deb baqay. Raziyada. Ben başqalardan sizni mangadikan deb anglab, aloyidan rahmat aytqili keldim. Agar kan qo'saqlik qilmagan bo'lsangiz, men Şovli. Qaynotam bilan qaynonam jon jigar nevrisidan ayrilib qoldi. Ularning ko'ngli behirim. Sizni ko'rsa, ochig'ida tillab qo'yishi mumkin. Eng yaxshisi siz bu uyga kirmang. Raziya, men qonunchilik kesining muxbiri. Burun bu qitimqi mashina hadisi haqida ziyorat qilgandim. Jamiyat bu voqeaga intayin ko'ngil bo'lyotdi. Jamiyatda bu vaqt turli gap so'z ham farazda bo'lyotdi. Siz shoferning jinoiy javobgarligini surish qilishdan voz kechibsiz. Bu vaqtda men sizni ziyorat qilmoqchi edim. Sizning qanday o'ylaganlaringizni bilmoqchiman. Qisqacha so'zlab bersangiz. Agar u mas'ul mashina edigan bo'lsa, uni kechirim tingiz. Biroq u aroq ichib mashina haydamagan. Bu ishqinglarga ayon. Ahvolning tafsilotlari bizga ayon. Qanday talablaringiz bo'lsa, bizga deysiz. To'g'ri. Talabingizni deb baqsangiz. Ishkilanmay so'zlab bering. Raziya, faqat 5 minutlik vaqtingizni olaman. Men shikoyat qilishdan voz kechdim. Chunki men balamga yaxshi qarayolmadim. Texi uningmi 1 yoshga to'shmagan bir balasi bor ekan. Sizmi ona bo'lgansiz? Şunu bunu düşünürsüz. Doğru mu? Bo'lmaydi demedim mi? Endi o meni boshqa bir niyatda sizni boshlab keldi deb o'ylab qoladigan bo'ldi. Tazimi bir. Şöyle ustam, siz herkes ondak oylama.
Keyfimni buzding. Qap to'xtab tur. Men degan sultonga mansub. Usul o'ynab ko'ngil olsak bo'ladi, lekin boshqa niyatda bo'g'chi bo'lmang. Men o'nlaq shalloq ayol emas. Gülende. Gepimni angla. Sultan degan sultan. Xolis kelib, holimiza bir necha yo'qolib ketadi. Yani Eliqi o'laman bolasini doim mishaga qo'yib qo'ydi. Aytama. Meni nahrim uningdan ka. O'zim xohlayman. Men Subig'i bek amaraq. Yani kelib, men azaldan ayollarni hurmatlayman. Balnimi urmayman. O'zimning ixtiyori. Siz bekarli avar bo'lyapsiz. Sultan har jihatda sizdan yaxshi. Siz meni tushunmaysiz. Men sultonni yaxshi ko'raman. Sultan men O'rimchi bilan G'ulja orliqidan tanlab olgan bir er. O rası sizni olaman dedi bana. O meni olaman demisa, men onunga tegiman demdim. Akka. Bu cho'pon menga yorishdi ekan. Bir necha kun kiyib turay, ha? Qara, Subi akam xafa bo'lib qoldi. Hey, nimanchalar pixsiqlik qilsa, opam bizga dedi, u endi sening opang o'g'idek. Men sening akang bo'laman. Tuta. Gülende. Oyak geleme. Ben ıssak kettim. Qaytib berib choy damlab beray. Sultan. Chapsan ketayli. Shu topda balla uxlamay bizga qarab o'ltag'anda. Menimcha ular allaqachon uxlab bo'ldi. Sultan, ikkimizning ishini qanday o'ylayapsiz? O'tang atrofdagi qahlarmendan qachon siz bilan to'y qilib O'rimchiga ketadiganligimni so'rayotdi. Hey, gap qiling-a. Nima deyman? Kim to'y qilayli debdi? Qaytib berib uxlang. Sahar turib g'o'ljiq berib, bir avtobus odamni elib O'rimchiga qaytib kelaman. Shirkatning direktori shu yerda xizmat tekshiryotdi. Jiring, qaytaylik. Ay, hajab parvomi qilmaysiz-ku. Qo'sig'im pompiyib chiqqanda, ondan men bilan to'y qilmoqchiman. Aljib qoldingizmi? Davatgan gapini. Yeningizdagi 3 bola ozlik qilyapamda. Siz o'zingizni dafsanda qilmoqchimi yoki ballarnimi? Endi deyman-a. Biroq shunday ketaversak bo'lmas. To'la azmilik qilmay qaytib berib uxlang. Xotin haq deganga tishining erkin chiqarib qo'ysa, mana shunda qadidan ish bo'ladi-da. Muttaham. Meninkini yeb ichiyotsan. Balangni beqiyotman. Kechsa hojatingdan chiqyapman. Yana menga mushundaq muomala qilamsa, yuzsiz. Vossara xotin aljib qoldingmi? Boshliq gapni haqla anglab qiladi. Anglasa anglamamdi. Nimadan qo'rqatdim? Men bilan yetishib ketilgan odam yana nimadan qo'rqatding? Voy, yaxshilikni bilmaydigan tuzukor. Hey, kim gap qilyapsa? Sen meni ko'chaga chiqib qolgan buzuq ayollarga o'xshatyapsan. Xolsang o'ynab, xolsang tashlatadigan opshammidim ya. Seni mejaz yaxshi, oq ko'ngilkin demisam, sendan xotinlar samonda 8.
Senin aç 3 balağını işe ağırtmasam, sana qaraydıganğa kimning jolusi? Nima? Senin hiliqi gömüş balağını dediğimsem, senin töttengi pulunga qaramdım. Mağa neni erler talep koyganda, seni de bulanın talebini ret qilganman. Meni depma? Men bilan tanışganыңа qancha yil bo'ldi? Endi 2 yil bo'lgandi. 3 yil bo'ldi. Öz vaqtida men sana nima degandim? Ha? Subhiga obdan qarg'in, o seni ana o'rnida ko'rsin dedim. Men yo'lga chiqqanda ishkinglarni chiqishib qolsin deb Subhini yiningda qo'yib qo'ydim. Oqibat qanday bo'ldi? O seni ana o'rnida ko'rmakda yo'q, hatto necha yil burun o'lib ketgan onamni teppa deb hozirga jidal qilibsa. Tova qildim, Xudoyim, tova. Men Subhini o'z bolamdek ko'rib kelyapman. Buningga ishonmasangiz, o'tangdagi haqlardan so'rab yiqing. Men bu gapning ochig'ini deb qo'yay. Subhi tug'ilgandan buyon men hozirgacha bo'ytaq o'tyapman. Men g'erib sindim, yerib charchidim. Mening talabim yuqori emas. Faqat balam yoqtirsalar har qanday ishga kelisha olamiz. Bo'lmasa ömrü bo'yi bo'ytaq o'tib ketaman. Sultan. Sultan. Mening barlig'im sizga mansub. Menga bundaq rahimsizlik qilmang. Men Subhiga obdan qarayman. Qarang, demidimmi? Ular allaqachon uxlab qopti. Ularga yotqa yepib qo'yay. Sultan, Subhi ko'rinmaydi-ku. Chaqchaq qilmang. O nega ketgandi? Menmi bilamadim. Nega ketgandi? Bu balanisi odamga oromchilik bergan. Hamisha yo'qolan qiliqlarni chiqarib, dadisi bilan meni xafa qilgan. Sultan dehi, bolamga yaxshi qarmading deb mendan og'irni vatgan. Qanday qilishimni hech bilamadim. Uyay, men chapsa chiqib uni izlay. Subhi! 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 Uni izlamaga yerim qolmadi, topolmadim. Nega ketgandi? Oyoqni izlab baqaylik. Subhi! 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 Balam, nerede sen? Çapsan çıksançı. Subhi! Subhi! Çapsan çıkın. Ben seni urmayayım ha balam. Subhi! 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 Neymiş shuncha vaqirsak, suvan sürmey o'ltirib olsa, bu yerda nima ish qilyapsiz? Ne qildim? Shuncha vaqirsam nima ish qilmaysa? Ha? Bo'ldi. Men sen gap qilyapman. Bo'ldi. Sen odamga birdan oromlik beraysan demamsa. Harini. To'xtab. Pochig'ini chig'ib etmaydigan bo'lsam. Bo'ldi. Unda qilmang. Gapingiz bo'lsa, mengadam balani qo'rqitib nima qilasiz? Danglash harmi. Qo'rqma balam. Uni obdan bir adablab qo'ymasam. Ben geldim.
Huşarını bek çok tüldüm. Kıra. Oy. Sense kun bo'yi o'ynashni bilsa, ostoli ish qilishni zodi bilmaysan. To'xtag'ina. Bu chapan bir obdan yarishibdi-ku. Birdam kiyib olib Subiga qaytirib, ha? Ma'qul. Subi, berka balam. Kun bo'yi yig'lamsirab yursang bo'lmaydi. Ostol ish qilsang zerikmaysan. Dadang atil qaytib keladi. İşin tugitib bo'lgandan keyin Subi bilan birga o'ynanglar. Uni bo'zaq qilg'ich bo'lmanglar, ha? Angladinglarmi? Anladik. Bu piyozni pakiz axlatdan qirib beringlar. Obdan baldirim. Hey, opam sana amraqliq qilsa, unchalar ko'ranglab ketmaydi-mi? U degan bizning opamiz. Sening eli qo'roq keshtadonga men bek ish. Men Sultan dadamga amraq, u kasla boshqa bolalar meni bo'zaq qilolmaydi. Men yana Subihi akamga amraq. Mama, sen nimni bilasan? Sizlar texi aytdinglar, Sultan dadamiz kelsa yaxshi narsalarni og'ash keldi deyotgandinglar. Mana endi o'zgaribsizlar-ku. Men hech nima demadim-ku. Kichik bo'lgandikan cho'nglarning gapiga qo'shiqsanma. Subhi bilan dadisi doim bizning uyda turdi. Ozroq nas kerak og'ach kasb bo'lmamdikan. Sening dadang beksatchimi? Mening dadam dunyodagi eng yaxshi dada. Sizlarning bormi? Sening opang yo'q ba? Yo'q ba? Yo'q. Mening opam ba? Kim men opasi yo'q deydi? Men deyman qandoq? Sizlar bek eskikansizlar. Subi akamga bunday gapni qilsanglar, sizlar bilan o'ynamayman. Subi aka! Subi aka! Subi aka! Ho'jayxini, oshxonangizda yigidek bir narsa bormi? O'choqda o't o'chib qolgan tursa, yigidek ne bo'ladi? Ma, şimdi bir kichik bolavati, qo'sqim ichib ketib, yig'lab ketyapti. Hamiz to'xtab turing, ha? Ha, ma'qul. Rahmat. Ho'jayxini, nech pul oldi? Bo'ldi, menga bering. Bu yomg'irda yo'l buzilib kelsa, tag'ishida chiqib ketolmaysiz. Tez mening. Rahmat sizga. Sen opam bek chiroyli deganding-ku. Ba'zi yerlari senga o'xshaydi ekan, ba'zi yerlari Sulton dadamga o'xshab turadi. Ay, Subi aka, sana nima bo'ldi? Men ko'zimni yumib olib uxlagan chog'da opam hamon meni ko'gili keladi. Mening opamni bek ko'rgim keldi. Hey, bu shaytonlar. Berib oshxonaga yordam qilsanglar bo'lmamdi. Aytgandan kechgacha qilgan ishinglarning tayini yo'q. Rasm sizishdan boshqani bilmaysiz. Opa sen bek eskikansan. Opa, sen mening chaqirganimni anglayotgansan.
Dada. Raziya yengem mamaqchi bo'lib o'tadi. Bichara kızım. Ko'nglingizga yerim qilmang. Ko'p yig'lasınız, salomatligingizga ziyon. Uningmi ruhiy qo'rinib qoladi balam. Bola degan hamon bola. Ota-ona qarliq tutganga o'xshash qarliq tutsangiz bo'lmaydi. Oq yog'liqnimi uzun chigib ketdingiz qizim. Bu yog'liqni chigib eling. Dadınız bilen ikimiz namazımızda dua kılınız kızım. Sizge ah yol dileyimiz. Yenge. Hadi. Maşinning mağdaga vaqti bo'lib qoldi. Dada, men mangdim. Salomatliklarini asrasla. Anam bilen silla bo'lmagan bo'lsalar, men allaburun dardga chidamay tugishib ketetdim. Nabi bilen dadasining tuproq beshi bu yerda qoldi. Men sizlarga ko'p avorchiliklarni akildim. Meni afv qil inshaalloh. Hey, qatnash qoidasini bilamsan yo'q? Sultan? Voy, Tursun direktorkan bu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qo'ya ketmoqsizmi? Ha, men bo'lsa ulgurib ketdim. Hadi, mashinaga chiqing. Bu yoq mening hadam bo'ladi. U Urumchiga bormoqchi. Sizning mashinangizga chiqib olsinmikin deyman. Chatoq yo'q. Biroq bu mashina-chi?
Mundaq qishdi. Şirketimizin bir şoförü Künes'te çataqı yolu qıptikan. Baş şirket meni shu yerga berib kelgin degandi. Akil, ben elib olay. Adamning o'g'li mashina hodisasida o'lib ketdi. Tunugun 7 nazirini berdik. Uning ko'ngli bek perişan. Künes'te qancha kun turib qolishini bilmayman. Mening uni bu yerda bir kun ortiq turg'izg'im. Siz uni Urumchiga ag'ash ketib, o'tildi mening uyimga yetkazib qo'ysangiz. Bo'ladi. Hadi, mashinaga chiq. Biz burun ko'rishganmi? O mumkinmi? Hadi, mashinaga chiq. Hey, maşınızı bir yaktarsınız şu. Biz şimdi de yola çıksam muhakkak kaşanlar. Aziya! Ne? Sizler nemi tekşirot sizler? Nemi asasen bu maşinlarni to'xtatib qo'ydinglar? Biz Urumchidan keldik. Qonungizni muxbiri. Kechiring. Biz bireylarni izlayapmiz. Ne? Xonimmi muxbirmi? Shunday. Bu gapcha siz uni rahbar ekansiz-da? Shunday. U yana kelib mening ayolim bo'ladi. Ay, bu nima deydi? O mening ziyoratimni rad qildi. Uning ustiga bizni mashinada o'tirib qaytishga unimidi. Mening bunday qilishim uning uchun emasmi? Chechilmoq. Xonim bo'lsa bo'ldi. Juring. Ma'mamsiz. Voy, ziyorat qilmasam qilmadim. Ben su içime. Ne gel kucağımda oldu. Siz nişemsiz. Stop! Disko muzikasidan lent so'z qo'yib bering. Ha, bak. Sizni yol boyu çırağını açmayı mağamikim derken. Hele uçuk çırağı adam gelseniz. Dergine atak bulun. Anlasam, siz yakında öğlenmek buluyorsunuz. Benim de olsa, balanızı apte bilipti. Yok şu, kim şundak değil? O ayalını kalsı çırağıyla hem adamın zor gelir değil o. O hem adamı yaraydı. Şuğunusu bağlamıqlı yarmaydı. Bunda. Bunağa nemi degilik? Nim bakan. Bir top qo'y. Endi chigir ko'rinmadi-da.
Şimdi opa, köydün mü? Köydüm balam. Hilal katim kelgende, men seni şeyge taşlap baraylı. Maqul, men seni şeyge taşlap koyma. Yok opa. Maqul balam, ikkimiz birlikte tağının üstüge çıkıp oynaylı. Balamdı. Neden? Neyin buldunuz? Umak kız. Bağımstan, adamdan beşini ağırtmay, ün alğın öcür ötün. Qadir. Meningcha Raziyaga haqiqatan baxtsizlik kepti. Bola tug'ilmay turibla, eri o'lib ketibdi. Ming bir jabhada bolasini cho'ng qilib, bir-biriga tayinib yashab kelayotganda mashina hodisi bilan qazo qilibdi. Siz helimi aşı mashina adısını o'ylayotgansiz. Haqiqatan odam bilan odamni selishtirg'ili bo'lmaydi ekan. Hay. Agar uni o'rnida men bo'lgan bo'lsam, meliq shofirni sudga arz qilib, ig'ir jazo bergizatdim. Raziyaga haqiqatan qoyil bo'ldim. Yeliq kuni sudga borganda siz U haqiqiy bir ayoldi. Andaqda men ayol emaskanman-da. Tasımdır. Siz tug'ib bakmagan, ana bo'lgan ayol bilan albatta o'xshamaysiz. İşinizni qiling. Hay? Uning qaynisingizni aytishicha, u qaynapisi qaynotisining ko'nglini ayab, bolasini deb qoyitiyatlik bo'lishga faqat unamabdi. Yaxshi ayolkan. Nemile degan bilan bundaq ayollar kam uchraydi. Hay, Hamida. Hamida. Biz aslida choy ichkizgili kelgan to'q. Biroq siz planni buzib xizmatga o'zgartirdingiz. Hay. Sho'ng'ashqa opam xafa bo'lib qopti ekanda. Tavsiyelanlar tavus. Tavsiyelanlar. Tavus alamsiz? Chaqaroq bo'linglar, hozirlama emas. Tavuz alğandiki bo'ldi. May. Tavuzlarning kilosi qancha pul? 1 kilosi 50 tiyin. Mana alamdiq. Ya bolam. Ma. Nebi! Nebi! Balam Nebi! Ben bolsa mensler pola hem tamak bak. Hem makul. İki taksi pola geldi. Mana bu sizlerninki. Ben. Tayyor bo'ldi. Birdan o'tirib turinglar. Hozir takib berman. O'tirib turing. Sizlar qaytamsizlar? Ma'qul. Kelib turinglar, ha? O'rin bor. Keling. Bu yerda o'tiring, ha? Bu yerda o'rin bor. Sizga nima tomoq ekib bermay? Lag'manda ishga qocha. Ma'qul. O'tiring, ha? Zöhre kızım. Obdan tutun mu? Para.
Sana kempit ep gelişini unutup kalmadı. Acayip yaxşı. Neymiş yoktu? Neymanç köp maşinlar bu. Aldı birer maşini vaka söz veriptim ya. Hacatmi şu egizkensiz. Tünügün qattiq yağmur yağdı. Aldıdaki yol buzulup ketken okşaydı. Şoförlarning hammasi qaytib kelishdi. Ko'nglimiznikidek ish yoktu da. Obdan boptu. Vaqitim yeningizda bir necha kun ortiq tug'di. Gulanda, subhi ko'rinmaydi bu. Buna ketdi. O daryo bo'yida o'ynayotdi. Men berib tepib kelay. Hey! To'la azmili qilmay, chapsan chiqib yo'lovchilarni yotoqqa o'rlashtiring. Sal turib o'rimchining mashinalari kelsa yotoq qolmaydi. Ma'qul, men o'rlashtirib o'tay. Mashinamda bizning direktorimizning hadisi bor. Oldin xabar qo'y. Balangizga qarag'anim ozlik qilib, endi direktorning hadisini boshlab ketdingiz. Hey, mashinada tushinglar. Bugun mushadi qo'yamiz. Hey, mashinada tushinglar. Oldimizdagi yo'l buzilib ketdi. Bugun ma'qulmaymiz. Mushadi qo'ndigan bo'ldik, ha? Chaqqa mashinada tushib joylashinglar. Qandara, birodarlar. Salomat edinglarmi? Ko'rishib olsin bu. Aka, yo ma'qulmaydigan o'xshaydi. Qabaqdan kirib, sabr etishmaylik, ha? Yo'q, Sadinaz do'stlar uchrashganda ishmaydigan ish bo'ladi ekan. Bugun qoniq ichimiz. Hey, Gulanda. Yaxshimi? Mashinada ballag'i ag'ach kelgan nasba. Yo'lovchilar tushib qolgan mashina ishini taqotasiz. Ishingizni tugitib, qava qaniq deb. Anladingizmi? Nada, siz bormisiz? Nasiz bo'lmadimi? Men hozirli borman, ha? Mashina aydimigan ekan, sabr etishmaylik. Mashinada tushib tamoq yeyil. Xo'jayin ayolisini o'rlashtirib qo'ydi. Ben hazırlı berip fikrimizga telefon berip uni xotirjam qilib qo'yay. Biz cho'qim bir yerda ko'rishgan bo'ldik. Cha, hey! Hey, dur, cha! Hey! Cha! Cha, hey! Aku buah! Hey! Aku buah! Hey! Aku buah! Kele balam, kele. Korkma, ha? Aku buah! Oy! Ben sizi öyle bir saklap tutup, emin oldunuz mu? Mening senden başka yeni yetin nevren var. Ben sizin nevriniz emas, dostunuz. Şundak mı? Aku buah! Bugün opam geldi. O beni köylüm ketdi. Şundak mı dostum? Eğer ben öz opamni topa alırsam, çoğun gününüz başlap gelime. Apan raslı ölüp ketmegen miken? Bırak dadağının deyişçe. Siz neymiş ki bana işenmeysiz? Sana işenmeymen emez bana. Bilemsiz, benim opam da hiç çıraylık ayal. Sen onu köygen mi de? Onun uzun içki örüm içici var. Boynadı bir dal, meni var doğru mu? Akı buva, ben tülgün akşam opamның bir neçe parça sürtünü süzdüm. Karına, bana miyede? Mana? Ben kör bakay. Sen apağını bek çıraylık dağıtmamdı, ha? Bu sızığının bizning öydeki qeri inekil okşapdı o, ha? Boldi, özün saqlığın bizning kegiz öyde bir moncha esiqliq turdi. Maqbul. Ço. Qara balam, tağ bağırı qızıb ketibdi. Hoca yakınım. Ben de yerde. Kolunuzu elim. Tamaqdan razı bo'ldinglar mı? Razı Yana bo'ldim. kelinglar, ha? Bak. Xo'sh emisa, xo'sh. Opa, Sübhi'nin ketib keldim. O yana Akın buvayning uyiniga berib opti. Yana shuni yeniga bordingmi? Sana Akın Fred jinjib bo'ldimi nima? Seni izlab bormagan yerimiz qolmadi. Agar dadangning kon ilfatlar kelib uni ep ketmagan bo'lsa, seni orangga kirib yana urishib qolatdik. Bo'ldi.
Sen benim işlerime yardımlaşken. Şiranın astırdık çok kağızlarını terip et. Yani Süpürmen dep topu tozdup yürme yana. Man apaq balam. Hayır, sen idişlağı su toşqızıp etken. Bugün mehmanlar bek köp. Tez bolunla. Güvendemede. Sultan kan sizi saklavatdı. Kapıp kamsı yere. Voycan, saklamam da. Bu 2 gün içinde yok, içilmaydı. Hoş bir set pul tip olmasa kaçan tip var. 90'ı buraya 60'ını kossam cehmi. Kız bu şehre tamak yedi. Avuştu. Ben her ketim komandırıp çıkkanda muş aşkandan tamak yeyim. Bu aşkanın lağmını bek okşaydı. Kınıp oturun. Hocayın, bana 2 taksi lağmen, 1 taksi göçlük, 1 taksi göçsüz bolsun. Oy, bugün mehmanlar bek köp. Yetişemeyli kılıvatım hem. Kene, oturunlar. Keçirim, ne ilim. Şoförün bir yerde tıkını bakın. Çay içtin. Berip gelsin. Bir yerde tosumu zerkip kaladı. Siz etegi ketkizotibsizda? Ondan emas. Yol boyu ikimizge ayrım paranlaşıdığan fırsatını bombadı. Maşindan düşsekle yap içimiz bekli zerkip ketdi. Eğer yol buzulmagan bolsa, şenbige ulgurip baratdıqda 2 gün aramıyla olatdım. Ey, bir aylık işler karım. Kişinin soğuk keledi. Siz yana arsaldı bol otamsız neymi? İkimizden toy qilish kutishganligimizni rahbarlik bilib oldu. Yana nemish qorqursiz? Özümü bilmeymi. Toy qilib bala tug'ib bir ömür aile işlerini qilishni o'ylasam qo'rqqim keldi. Bunun qorqidak nemisi bor? Men to'sam. Toy qilibla bala olamiz deb turib olmaydigansiz. Albatta shundoq bo'ladi-da. Yeshimizmi bir yak berib qoldi. Bala ilish olmaslik o'zingizning ixtiyorida bo'lsin. Men buningga qo'shilaman. Qadir. Ehtimal men bir ömür toy qilmay, tug'may o'ltirib qolganligim uchun biroz jiddilashib atgandim. Bundoq dema. İkimiz cho'qim baxtli bo'lib ketamiz. Qadir, siz bek qanoatchan. İkimiz aralashqini uzun bo'lgan bo'lsa, bir-birimizni obdan tushunishimiz kerak. Qadir, siz bek yaxshi jum. Aka, meni portmolimni nimish o'g'irlaysan? Qarang, ko'ymagan bo'lsam o'g'irlab ketakandiq. Hey, ko'p qo'yib tarbiyalamagan kimning bolasi bu? Ko'p kunduz o'g'irlik qilgani qarang. Buni men tep bo'lgan. Javob qaytaryapman. Tarbiya ko'ymagan. Hey, bu kimning bolasi? Nim bo'ldi? Subi, nim bo'ldi bolam? Hey, topgan pulingizni oz ko'rib, bolangizni o'g'irlik qilib qo'yibsiz-da. Qarang, portmolimni o'g'irlab To'shmaslik qoldimi nima? Bu bolaning qo'li agar emas. Hey, qiziq gap bu. Portmalni uning qo'lidan ilib olgan tursam. Men rostli o'g'irlamadim. Emis portmal qanday qilib qo'lingga chiqib qoldi? Cho'qim bir sugatgan. Subi, rostli shunday qildingmi? Yo'q. Sizning bolangizmi? Bolani tug'ib tarbiyalashni bilmagan ona ekansiz. Bundaq yomon odatni nerdan o'rganding, ha? Nima degan satchilik bu? Sel turib, dadangga deb adivangni bagizmisan? Hoppanmish. Xafa bo'lmanglar, ha? Hop, pul ko'mgan ochko'z. Mana, hey, kimga tani qilyapsiz? Ha, mana 2 taksilarman, birisi go'shlik, birisi go'shsiz. Aka. Mehmonlar, xafa bo'lmanglar, ha? Tamoq yanglar. Singlim, tamoq yang, xafa bo'lmang, ha? Balani yaxshi tarbiyalangan gunoh menda. Qiziq choy qo'yib beray. Singlim, qarab yiqing, ha? Meningiz kamkin. Agar yutib ketgan bo'lsa, to'lab beraman. Bir narsa yutibdim. Xudoga shukr, yutmadim. Yutgan bo'lsa ish chataqdi. Xotirjam bo'ling, singlim. Agar yutib ketgan bo'lsa, cho'qim
tölet beretdim. Moştumdek turib o'g'irib qolgani qaramamdigan bu balni. Hey, qalbi qilishmay, ayağına bet oynashqina juga. Bular sizning bolalaringizmi? Ha, mening bolalarim. Jiq tuqqandan foydasi yo'q. Mo'yimi tarbiyalashdi. Bu tamoq yeydi. Acab bitishim qidayda. Subi! Subi! Voy, maligisdan o'g'ir kuchlik deb, men bir nimadagi yig'ilib ketgani buning kehi. Mening bolam bo'lgan bo'lsang, o'shig'ini chiqib etgan bo'lardim. Bag'an sirhatingdan ishib ketyapsan. Haqning narsasini o'g'irligidek bo'ldingmi kehi? Bo'ldi. Boy o'zingni anglading. O menimi qo'shib tillab ketdi. Uning gapining sessiqligini demamdigan. Bo'ldi, jur o'g'lim, jur. Yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Bundan keyin haqning narsasiga chiqilmasanglar bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, taq? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni tanimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqi qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unday qilmasam, yiliqi ayoldan qutulg'ili bo'lamdi. Pat ardi sening yig'lashdan boshqani bilmaysan. Bo'ldi, yig'lama. Bundan keyin haqning narsasiga chiqilmasanglar bo'ldi. Dadang seni qanday tarbiyaladi ekan, taq? Men haqning narsasini o'g'irlamadim. Yana xatolig'ingni tanimamsa? Siz nemishqa menga ishonmaysiz? Men ishongan bilan haqi qanday tushundiraman? Boya achchig'imda seni urib tillab soldim. Bo'ldi, yig'lama. Menmichu seni yaxshi bo'lsin deyman. Agar unday qilmasam, yiliqi ayoldan qutulg'ili bo'lamdi. Pat ardi sening opang bo'laman. Albatta sening g'amingni yeyman-da. Ma, bu kampirlarni yeb o'ynag'in. Yo'q. Tuta. Yo'q, yeymayman. Tuta deyman. Yo'q. Ma, yeymayman. Voy, yo'q. Bolani qara. Yig'lama. Umaq bolam. Balaning dili asar yemis bundaq yig'lamaydi. Bola degan hamon bolada. Siz nemishqa bundaq bag'ir tashlik qilasiz? Yig'lamang bolam. O'zingizning balasiga ishonmasangiz boshqalar qanday ishonadi? Yig'lamang bolam. Yig'lamang. Mana men sizga ishonaman. Opa! Voy, tazimi bir ish bo'ldi-ku. Subi, men bolam, tamoqingni ye. To'p qildim. Mana keldi. Bizning tamam chiqdi. Mana bu sizning. Voy, xush kelibsizlar. Mehmonlar, qani marhamat qilinglar. Bu yoqqa o'tib o'tiringlar, ha? Qandaq? Ikkinglar tamoqni rozi bo'ldinglarmi? Rozi bo'ldik, o'xshab. Keyin kelinglar, ha? Tanglar bu oshqan pulinglar. Xo'shamiz. Ikkinglarga qandaq tamoq kerak? Qanday tamog'ingiz borki? Petermanta, polo, kebab. Nima yeysanglar shu ba? Amsi bizga Petermantada 20 na keling. Mana hozirlar, ha? Balam, beri kel. Tavuzdan bir atilim yegin, ha? Ma gel. Ma. Aras edim, ay çıkıp kalgende. Bulut aras edim, ay çıkıp külgende. Gönlümün yığılaydı. Yar yadim yetkende Gönlümün yığılaydı Ben hazır kelsaydık ötende Şunda Gel qilma Keç qattiq yağmur yağıp Şığıllap qılanı eqitip Tağ eğizidiki yolunu toz etipti Hazır yasavatıdı Ha, başka mühim iş yok
Tursun canlığı dep qo'ysangiz. Kangsaydagi yo'l buzilib ketibdi. Hatta Urumchiga yetib baramaydigan o'xshaymiz. Shunda ko'p bo'lsa 1-2 kun hayal bo'lamiz. Ha, to'g'ri. Sultanka, tamoq pishib qoldi, tamoq yeb keting, ha? Ha, ma'qul. Uning hadisining ahvoli nihoyat yaxshi. Ansirmisan? Boshqa ish yo'q. Sultanka, tamoq tayyor bo'lib qoldi. Birga eli. Ha, rahmat. Bir qancha og'aylarim saqlab qolgandi. Sultan aka. Ha? Raziya? Jiddiy bir ish bilan meni izlaganmidingiz? Ukangizga deydigan muhim gap bormi-ki? Hech gap yo'q. Uning bilan bir necha yil so'zlashay degandim. Men birsiga Tursun direktoriga deb qo'ying. 1-2 kun kechikib borgan o'xshaymiz deb qo'ydim. Bo'ptimsa. Tamoq yedingizmi? Hozirli berib keldim. Hozir Gulandamning oshxonasida bir narsa qolmagandi. Juring, o'sha yerda ozroq bir narsa yeylik. Rahmat. Qo'sqim ochmadi. Ha, men, ha. Bu Voy, Sultanka, qani keling. Qani kelinglar. Sizlar meni tamoq taklif qilgantinglarga. Qarang, mana bir mehmon boshlab keldi. Siz degan qo'y so'yibni chaqirgan olmaydigan mehmon. Qani, shukr eting. Rabiya, chapsan tamoq tayyorlang. Bo'ldi. Qani o'tiringlar. Bo'ldi. Avar bo'lma. Qarang, mana mush tamoqning o'zida kupa, ya. Ma'qulanibdi. Qani, o'tiring. Qani, Raziya, o'tiring. Qani, shukr eting. Yig'lama. Ha, mana bu sutang. Ha, sen vaqt, ha? Sultanka! Ha, mana. Sultanka, qani eling. Hada, siz mening. Sultanka, kim kimdan chiqib qarab boqay. Ha, ma'qul. Qani, tamoq ye. Siz boshqa ayollarga o'xshamaydi ekansiz. Baxtli jimig'ir ekansiz. Uzoq yil g'uljiq bog'inizdimi, mening mashinamda o'ltag'anligingiz ilm esingizdami? Shu chog'dami boshqalar bilan paranglashmagandingiz? Asliyamidingizmi? Bo'ldilar. O gaplarni deyishmayli. Qani, tamoqingizni yeng. Sultanka, ular sizni chapsan chiqsin bo'lmasa, butun yakda kuzmay yapırmız deydi. Siz berevering. Bo'ladi. Siz tamoqingizni yeb olib daniling. Farzimcha at deganda men qilishimiz mumkin. Ammo men berib kelay-ya. Rahmat sizga. Rahmat. Spravka. Akil. U haqiqatan yaxshi chaladi ekan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Biyaning muncha qiziydiganligini bilmadim. Ancha emas. Chiqimlarni nechisi? Yaxshi o'zim orqali chiqarim. Bo'ladi. Buyaga kirgandan keyin ishmaymizmi? Bizni bundaq jam bo'lmag'imizni. Men bir joyini topay. Bugun Kechiring. shuncha kamariyada qerishganda mening harqimni to'kayotganda. Men bu haraqni pulga olganjimi? Men surtuvtay. Biz yana uchrashdik, ha? Shundoq, biz yana uchrashdik.
Unutup kaldınız mı? Kechiring. Ay, Hamida. Degan Raziya mush ustamning başınıza chiqib mangan emasmi? Shu vaqtida ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oldimizdagi yo'l buzilib qoldi ekan. Shunga bizim bu shart to'sib qoldik. Bu jahon nima degan tor, ha? Biz dehi boyili ko'rishgandik. Bu yak mening xotinim. Heyliqi bolalar sizlarningmi? Ashundaq eski bolalar bizning bo'lmay, sizlarning emisa? Mening ballarımni aski degan kimkan u? Gepinglar tugagan bo'lsa, men erim bilan atnashga o'ynay. Bo'ldi, o'ynanglar. Yana shunga uchrab qolganimni qarmandiqan. Hey, men yaningizda tursam, yana kimga qaraysiz? Siz nimani bilasiz? O degan ataqliq muxbir. Onu bana tanıştırmayın deb avara bo'lmang. Men undaq saxtbaz ayollarga pek uch. Keling, o'yinimizni o'ynaylik. Məsələni arsınmış qılımız. Qarang, ayollar. Belki yaxshi o'ynaydi. Hamida, to'xta. Heyliqi mask uchrab qilib, tozim kayfim ushdi-ku. Haliqi shopirin demsiz. Men bu kelishtirib bir mursalay degandim. Biroq o toza qo'pol nima ekan, biroq u odam qilib qiziqchi ekan. Ay, sizlar tanishamsizlar? Biz bir jutliq, uning ustiga bir mahaldin. Mundaqdan. Siz nima uchun yurtdoshlaringizdan davomli o'zingizni qochirib yurisiz? Hargiz undaq ish yo'q. Rostini desam, men ulardan bezor. Bo'ldilar. Siz bizlar bo'lgan ishlarni deyishmayli. Qadir. Ba'zi ishlarni men Bo'ldilar. Men shunday qilib so'rab qo'ydim. Biz Bo'ldi, so'zlamang. Biz ikkimiz to'y qilmoqchi bo'lyapmiz, biroq ba'zi ishlarni hozircha sizga aytmagandim. Hamida. Bu gaplarni deyishning hojati yo'q. Amini bilaman. Gezitxonimizning peshqadam boshliq bilan bo'lgan munosabatingizni burunli bilatdim. O sizni yezni yo'tkab ekkagan ekan. Men sizning samimiyligingizga muhtoj. Qani ağaynlar.
Biz davamlıq muшу yolda mağamayız, ha? Bundaq uçuraşmağımızını aytım etəz. Bugün muşundaq uçuraşqa vaxtımızda qanlıqcı bir işçi olaydı. Muшу! Bana nerede? Onu seni Mesut kansın dedi. Götüreceğim. Muшу! Chiqinglar, bir-biringlarga moslashgan er-xotinlar ekansiz. Albatta. Agar men boshqalarga o'xshash dadimni ichimni yutib yurgan bo'lsam, allaqachon tugishib ketadi. Necha bolangiz bor? Agar kunduzdagi ish uchun apo so'rayman desangiz, ko'nglingizga rahmat. Mavada erimga yaqinlashmoqchi bo'lsangiz, bu niyatingizda keling. Mening yerim bor. Qani u? Boyqa odam shumi? Gülende, koyak gelin. Ha, mana. Men berib kelay, ya. Men bo'lay. Gene. Biraderler, şöyle. Sultanı toşqizib yana bir nuqya. Kerak qilishimni birdan Bo'ldi, bo'ldi. Endi sultonga qo'ymanglar. O nasib qopdi. Kiring, qaytib ketaylik. To'la aralashma. Meni boshqarish ishtiq baldirg'u deyman. Men texsizin xotinlikqa olmadim. Ammaslikqa haddingiz emas. Qaytaylik. Nabi, o'zing sho'g'ina. Sho'g'ina. Qarag'ina. Appoq bo'lib ketdi. Ha, yuzingni sho'g'in. Qarag'ina, shunda hokiz bo'lib ketdi. Alloh o'g'lim. Oppa!
Opa! Raziye. Naman. Opa! 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 Nebi. Opa! Nebi. Naman. Raziye. Opa! Naman. Sizlar ketmanglar. Men keldim. Bir aile cem bo'lamiz. Mengü ayrılmayız. Opa! Minum opam. Opa! 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 Nimişki meni tashlab ketsa, nimişki mendan ayrilib ketsa. Opa, men seni her kuni tushimda ko'rib turaman. Men sening uzun sochlaringni ko'rdim. Sen tushimda qaytib kelsa, men sening bo'yningdagi meng'ingni ko'rdim, opa. Opa, meni tashlab ketmagin. Men senga qonmadim, opa. Canım opa. Sen benim balam emas. Yo'q, men sening o'g'ling. Sen Nebi oğlum emas. Men sening balang Sebi. O ölüp gitti. Yo'q, undaq emas. O öldü. Yo'q, undaq emas, opa. Sen meni tashlab ketmagin. Men sening menga amroqligingni bilmayman. Canım opa. Endi meni tashlab ketmagin, opa. O'tinib qolay. O öldü. Yo'q, undaq emas. Men bilmayman, opa. Sen meni 6 ayning 10 kuni qattiq yomg'ir yoqqan bir kuni tug'ib kelsa, opa, sen meni bag'rimga bosmayla, meni imitmayla tashlab ketib qolsa, ishlar seni o'ldi degandi. Biroq men ishonmadim, opa. Men har kun yotganda sen mening tushimga kirib tursan. Men seni hayotligingni bilasdim, opa. Dadam meni urdi. Telledi. Sen izlab tapoydi, sen o'tmadi. Xudo. Sen opa, meni tashlab ketmagin. Mening balammi? Dadam boshqa deb berman dedi. Xudo mening hasrat chekishimga chidab turaman. Canım opa, o'tib Boshqa bir Nebi. Ata qilmadim. O mening balam emas. Seni pek sevgandim. Bağrı taşlık qilmagan opa. Balam. Opa! Opa! Canım opa! Opa! Seni bağrımga basaydım. Opa! 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 Canım opa! Benim opa! Benim opa! Hayvanlar başına çıkıla. Voy, bog'da Ajab yaxshi bo'ldi. Dağıdı gelmez. Acep yaxshi. O'ynab chiqqanlar. Qizimiz sut ketdi. Qanday, tap aldınız mı? Bo'ldi, gap qilmang.
İzdep bağmağa yerim kalmadı. Asta, o bal nagimi ketkendi. Men yana izdep bakaya. Şopurt ağa, ilksiz donuyduğun edeş çıkmadı. Bilendef, bu yak gelin. Kandak, men sizge deymedim mi? Men tehi bayla onun keynidi köygen tursam. Bizden direktörün hadisi qani. Tönügün onu ne çıkıttım çakırsam maşineden şükül onu midi. Onun ne ketkenligini ben nereden biley? Siz beni taşlap belgeninizni az dep, hem de direktörünüzün hadisini men bakam dem, kötüremizsen sangıltıp al degendek iş boldu bu. Şu batayman, hele baka. Tolu kötüldüme çaka izlememsiz. Sultan, tehici mağmapsız bu. Siz qandaq kep qaldınız? Güneski bağladınız mı? Telefon berip yol etilip qaldı dep dikensiz. Yol endi içildi. Aldıraş geldi. Yol içilgan bolsa, yolcular ilip mağmamsiz. Ulan saqıp koysak olmaydı. Adam qani? Eleli battı. Maşini ziyut kıldırıp boğucu yokturdu. Nima? Yokturdu? Nimanda qaldıraysizlar? Ayal haq degenden iş köp boludu. Hacetxanaga ketdimikin deyman ha? Doğra. Hacetxanaga ketken okşaydı. Ben bir qarab bakay. Bu yol ahir içildi. Hatırcam öye ketip algan boldu. Şundaq öye qaytadigan boldu. Öye berip rahatlanıp monca uçup juyunup almasa. Şundaq qilib. Siz hadamni ziyorat qilaman deb qo'g'lishib yurgandingiz. Buni tushunaman. Sizdan xafa bo'lmayman. Qani ayting. Hadam hozir nada? Hey, bu nima deganingiz? Qandaq gap bu? O bizning mashinaga chiqmagan tursa. Hamida, bo'ldi qilib. Biz nima bilamiz? Tursun. Biz G'uljidan yo'lga chiqqandan beri hadangizni zarli ko'rmadik. Bizga ishining. Aldinglardi xijilman. Men bu hadamni chatoqqa yo'l qo'yib qoldimikin deb. Dadamdan deyişçe, o günü qattiq yağmur yağıp ketibdiken. Opa, men sen hem keselcan boğaşqa, sen meni taşlayıp ketibdikensen, şundaq mı opa? Endi meni taşlayıp etmegen. Xudayım seni mağliyet gözlü, her qandaq adamın seni menden takip et ketişige yol koymayman. Opa, dadamdan deyişçe, men seni bir gün imib bakmapdikenmen. Dadan yalğan depdi, bala apısını əmisi. Qandaq çoğ boludu. Əfsus məndən hazır. Süt çıxmaydı, sən mi çoğ boldu? Şundaq mı? Cenim, oğlum. Vicdansız lükçek. Bana yoğanlık qıbaqçı mı teki? Gülen demede. Ben sana Boldu qaldım. Sultan. Balak bekle oldu. Ağzını uzun deyme. Sen sübini, gelini müşahede bağ dedi mi bu? Balların onu keçici öyle kırmı deydi. Ne kıram? Sen tekin muş halağa, bana fotoğraf olmakçı mı? Ben sana dep koyayım. İşini kırıp. Ben sana dep koyayım. Bugün balamı tepkenmediğine bolsan, kögülüğünü köstüme kırıp dur. O işkisi tepilmişse, sizler mi yolga çıkanmaysızlar? Çapsan berip, şüphemensizler. İşkisi tepilmedi mi? Tez bulunlar. Canollar. Ura! Raziya tepilmedi mi? O tepilmay turib, yani bir balımı yoqab ketdi. Bu qalay muqanchiliqni qarmamsiz. Men mi berib izlab baqay. Sen meni aldamoqchi mi? Ay, nima deb ursa?
Bakımın, balınızın ömrüsü yokup ketkenligini ben bilmeymen. Neymiş oldu? İşinizi kılın ha. Atlıcıma. Estağ. Ben sizni so'ravadim. Zat nima oldu? Ne bo'latdi? Bana jutib ketdi. Bola? Qachon jutib ketdi? Tunugin kechdan boshlab yo'q. Men uni birdan o'ynab kelarmikin debdimi? Voy, yig'lab o'ltag'andan nima foydasi? Berib izlamsiz. Rostli bola xiyim xatarga uchrab qolsa, uch otqanda qilsiz. Subi balam, bir kelishmaslikka uchrab qolmag'aysan ilohim. Hamide, ben sizning balanmaslik fikringizga tamamen qo'shilib qarab o'tirman. Balalar, bizning oydagi Subini ko'rdinglarmi? Yo'q, ko'rmadim. Voyjon, u nagini ketgandi. Oyoq ber baqay. Subi! Subi! Siz nima ona degili bo'lamdi, ha? Bu bola bir necha yil bo'ldi, doim bu yerga keladi. Xuddi eg'ijoqsiz yetimdek elqi oshxonaga tashlab qo'ysa, bir necha oygacha hech kimning kori yo'q. O doim opamni topaman deb yig'laydi. O opam hayot deb turib oladi. Men uning ko'nglini yasash uchun gapiga ishongan bo'lib oldim. O rost deb tikan. Siz bu dunyoda rostli hayotgansiz. Siz erim namrat, aroqkash, mijozi o'sal deganni bahona qilib o'z bolangizni tashlab etibsiz. Ota-ona uchun bolalari bilan birga o'tish hammadan muhim. Bola ota-ona uchun har qanday mol dunyoda qimmatlik. Ularga köyinish, ularni tarbiyalash. Ota-onalarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Biz qozoqlarni etsak, eri o'lib ketsa, ayoli uning jamiyatidan ayrilib ketmaydi. Meningcha bu qaloqlik emas-ku deyman. Hozirgi yoshlar o'ylashmayli to'y qiladi. Oqibatini o'ylashmay turib ajrashidi. Shuning bilan bolaga uvol bo'ladi. Oqim buva, bo'ldi so'zlamang. Opam meni seg'inib qaytib keldi. Bechara bola. Subi, qara bolam. Sen sizgan bu opang yaxshimi yoki u opang yaxshimi? O har qitim bu yerga kelganda o'zi sizgan ikki poch surtingizni menga berdi. Nima degan omaq bola, ha? Sizlar to'y qilmaganmi? Yutib ketgan bola sizlarning emasmi? U sultonning 10 yil burun ayoldan bo'lgan bola ekan. Asli mundaq ekan-da. Men sizlarni xotinmikin debdimi? Sultonning xotini ashu bolani tug'ib 40 to'shmayli o'lib ketibdi ekan. U bolamo toza bejirim tug'ilmabdi ekan. U kasalchan bo'lg'achqa uzun davolatdi. Sulton garchi qo'pol odam bo'lsa-mu, bolasi ko'yimchan, har holda otaliq burchini ado qildi. Onunğa xeyli yaxshi ayollar chiqdi. Biroq bolasi yoqtirmag'achqa ayrilib ketdi. Ba'zi ayollar uning pulini xajlab olib qochib ketdi. U ko'ngli yaxshi,
xalqdan yordamini aymaydigan odam. O mening 3 balani beqiyotganligimni ko'rib, menga ichi og'rib, pat-pat azam mallarni ekilib berdi. Ba'zida o Subini mening yenimda qo'yib qo'ydi. Bilaman, agar Subi meni yoqtirmasa, sulton meni ammaydi. Biz mashundaq aralashib o'tamiz. Bu bala biroz xalitirek. O kun bo'yi bir nimalarni sizidi. Nem desam bo'la. O apamni ko'rdim deb yuriydi. Apam hayot deb surishti qiladi. Mish ish tufayli dadisidan xeyli ko'p tayoq yedi. O rostilla nervus ojiz bola bo'lib qoldi. Bu bola hozir nalar tushirdi ekan tong. Choy iching. Choy ichasiz. Rahmat, menda bor. To'xtab tur, men berib kelay. Hamida, men bo'ldingiz. Mijozingiz bo'lmagandan keyin siz harakat qilmasligingiz kerakdi, usluk uchun. Keling, mashinaga chiqib birdan damlang. Rahmet tağa. Ensirmanglar. Appa, bo'ldi shig'limga, appa. Subini topamsak, qandoqmi qilamiz? U bala nagimi ketgan bu? Tova qildim, Xudoyim, tova. Men azroq pul topgandim boshqa. Haqqi sodil yomonlik qilib boqmagandim. Endi qandoqmi qilamiz? Hey, siz sho'pirni to'nagan keyin berib boqmamsiz. Dabirni, berni. Baq, men de baqay. Hey, Subi qaytib keldi. Subi bilan iriq ayol qaytib keldi. Yo'qsa, oxir opamni tepib ketdi. Subi aka, men yana aka bo'lamsiz. Albatta. Subi akam ofisiga pek o'xshaydi. Oh, Subi, o'g'lim, oxir qaytib keldinglar. Doda, ben opamni tepib geldim. Balam. Ben opamның hayat ekanligini biletdim. Sen meni aldab qo'yding. Qara, bu mening opam. Kechiringlar, men sizlarni saqlatib qo'ydim. Men berib balamning narsa keraklarini yig'ishtiray. Nima? Doda, ben opamni oran tepib kelsam, sen xo'sh bo'lmamsa? Opa, juda yo'l ichilib endi uyga qaytib ketaylik. Subi, gel. Sen apağını to'g'ri o'ylab sarang o'psa, o sening apang emas, bizning direktorimizning hadisi bo'ladi. Yo'q, Doda, sen nemish bo'lsaq deysan? Men opamni oran tepib qo'ydim. Subi, belkile. Sen kimni ahmoq qilmoqchi, ha? Atdigandan beri seni izlimiga yerimiz qolmadi. Bir mashina odam san qarab mang'amay turdi. Ha? Achig'im chiqib. Subi, berkajinim balam. Dadangning achchig'ini keltirib qo'yma, o'ta bu yoqqa. Men sana apang o'lib ketgan deb nachiq etdim dedim-ku, ha? Yo'q, mening opam. O seni tug'ib o'lib ketgan anladingmi? Bir salama Yo'q, elim. mening opam. Adingiz emas. Balamga chiqib qo'yman. Qo'rqmang balam, men bor. Aljibdi. Hammasi aljibdi. Dada, öldünüp qalay. Endi opam ishkimizni og'irib etmagan jinim dada. Sultan dada, Subi akam opisini arandab qoldi. Ularni ayirib etmak bo'lamdi. Balam,
Balamı çekilgıç balma. Balamı çekilgıç balma. Kulağımsızlar. Ner durun. Ner durun deme. Vurmağla. Balamı çekilgıç. Balam. Ben senin abam. Hamide, ne buldunuz? Sobi. Ben senin abam. Ben eyiplik. Men tıllıgın. Seni tuğupla ben ketip kaldım. Ben eyiplik. Mendek abroy perez abağını tıllıgın Sobi. Ben senin öz apağın Sobi. Yok, yolgan. Siz menin apam emes. Siz dönüge meni urdunuz. Meni aramdan boğan dep terlediniz. O ademge men toy kılmıgan, balım tuğmıgan dediniz. Kandak siz menin apam bolsiz. Şundak. Ben yalgan ettim. Ben rastlı senin apam. Rast. Tünügüm ben. Mening balam işkelligini bilmepdim. Yok, yolgan. Öz balısını mı tanımaydıgan anı bulamdı. Abba, korkmadım ben. Balamga yakın gelgiç bolmam. Sobi, ben senin abam. Sen 90. yılı 6. ayının 10. gün doğulgan. O günü qattiq yağmur yaqqandı. Sen taң saharda tug'ulding. Ben seni tug'ib bo'libla ketib qoldim. Yok, burası emas. Siz mening opam emas. Qandaq siz mening opam bo'lsiz? Balam. Men rasıl senin opam, meni kechirgin jinim balam. Ben senin opam. Sultan. Siz onunğa haqiqiy ahvolni tushuntirib qo'ying. Men uning opasigo Sultan. Sizden ötünüp qalay Sultan. Meni qo'yib o'ting. Dada, undaq emas. Mening opam mana bu. Biroq bu Dada, qara, uning bo'yinda men yo'q-ki. Mening opamning bo'yinda men bor. Mana bu mening haqiqiy opam. Sultan. Bu zada nima ish? Gap qilsangizchi. Bu bala davomli apsini tush etdi. O tushimda apamni ko'rdim. Uning bo'ynida bir tal men varmi deb so'rgan vaqtida meni adab qo'yg'atdi. Meni aldayapsa, sen opamning bo'ynining sol tarafida men va degandim. Men tushimda o'ng tarafga ko'rdim desam, xato ko'ribsa dedim. Yeni sen tünügün opamni tekshirish punktidagi bola tuqqan ochashning uyiga boshlab bording. Sen yana nimalarni deb jo'ylayapsan? Bir so'lamayli. Aldamchilikchi. Sen xotinim burunla o'lib ketgan demedingmi? Ajab endi paydo bo'lib qoldi-ku, ha? Yengilib tushkisi, o qayrilikchak. Direktorning haydisi emasdi. Tünügün uning bilan birga bo'lsan-da. Sening zada qancha xotining bor? Gap qila. Örümchida yana qanchisi bor, ha? Meni shuncha yildan beri aldab kelsan, menga nemishqa bundaq muomala qilasan? Nemishqa meni aldaysa, men bilan to'y qilmoqchi emasmiding? Sana jinimni tikib qo'ydim. Qo'yma.
başkalarının bir nesli hiç bile çattığım yok. Benim bir arzuymuş balını bir çok kılış. Hemen gözümde yok kılış. Hiç kaysın amayla. Cüre bula, kaytaylı. Balamni vurma. Hayata. Bala. Çekildin bana. Bala koyuldum deyme. Ben bunu deme. Balamni vurma. Koyuldum balı. Balını koyuldum deyme. Sarıl tutun. Ekilin. Balı koyuldum deyme. Ekilin deyme. Hadi. Sultan aka bu neyim kıkınınız? Adamga çekil koçu bulma. Şunu hadimizga şey qilib tur. Hadi. Meni bekmi ansirattınız. Ben keçilep yol menip sizde ağılı keldi. Ner tura. Meni opam deb ketmang. Bu mening opam. Nima davası? Ner tura. Hey, balamga bunda qo'pollik qilma. Ağacınızda bir qilishni etim yo'q. Yetmamiz olsa menga qilmamsiz. Adamning holidan xabar olib qo'ying desam, mushunda xabar olib qo'ydingizmi? 2 günden beri Sultan sizden aşı neresi aciz hedinizden halidan haber aldı. Yine ne kıpası bulattı. Sultan, sizni taze nesbesipti. Bu iki sarangayal bu uçurap kalganınızı karama. Sultan, avukatın ağzını yığıştı olsun. Tursun direktor hata tushirib qolma. Hadingiz balamni mening balam deb turib o'tmandi. Bu mümkün emas. Onun balası ölüp gitti. Yetti nazirini berip qaytib ketyapmiz. Balanız hadamning biqiniga kiribdi go. Buni ko'mdingizmi? Qarab turib yolg'on gap qilyapsiz go. Uning mendan balani tatib olganligini bu yerliklarning hammasi ko'rib turdi. Hadingiz rostli sarang olib qolganda qildi. Hadamni sarang olib qopti demsiz. Chekidan oshgan qayg'u hasrat savolga keltirib qo'ygandi. Teshidi birdan bilib tursin ne bo'pti. Qaranga, balangiz yig'lab holdan ketibdi. Opa! Qaytib kel opa! Balamni qo'yapsiz. Siz bu günahını hadamda qo'ymang. Dada, ötünüp qalay opamni qaydırıp eken. Babamız o qiyadın özüne taşlıq oludu. Ben bugün onu qiyadını yandırıp ekendim. Nima? Canım dada ötünüp qalay opamni qutqizıvagin. Ben beylime sen opamni tepişimni xalamaysan. Opam bilen bile turuşumni mi xalamaysan. Dada opamni qutqizıvasan ama kimni opı qıpasan meyli. Bu mu boladı? Bu mu boladı? Canım dada, endi ben seni xaf qılmayman. Gepinla ağlayman dada. Opamni çapsam benim qutqizıvagin. Ötünüp qalay dada çapsam bakın. Sultan, bana. Dada, Kapılıqımız azı. Sobi. Ben senin öz apam. Ya, benim opam emas. Siz benim opam emas. Gülen demede. Ben hazırgıcı dadam işkanlığa karşılıp geldim. Dadamdan başka fakat sizle bana köyünüzsüz. Dadam kadar o opamını tip gelsin bulamdı. Canım balam. Köygelle adamni apı dava kılıp olmaydı. Dadağının gipini ağlığın. Abbaq balam. Bara balam. Sultan, bundak rahimsizlik qilma. Ötünüp qalay. İşblas nerede? Sultan. Gözümde yok ha. Yığılap yalvırığının faydası yok. Köz yeşiğini ekitip beni aldayman deb ham xiyal qilma. Bu bola tug'ilgandan keyin sen bir aqetim emitib baqdingmi? Bir vaqt tamoq berib baqdingmi? O bir aqetim ona mehriga erisha oladimi? O og'rib balnisida yotganda sen holidan xabar oldingmi? Başqa bolalar uni onasi yo'q yetim maktab tilgan vaqtida sen nima deding? Sen nima deding deyman? Başqa atanlarga selishtirganda ehtimol men mijozi o'sal qo'pol odamdiman. Lekin men otiliq burchimni ado qildim. Yetti yildan beri har kuni degidek pushaymon qilib qaytib kelishingni, qaytib kelib balani o'z bag'ringga besishingni kutdim. Sen fursat batdi. Biroq sen nima qilding? Yetti yildan beri sana nurg'un fursat batdi. Bir haqiqiy inson bo'lsang, obdanroq o'ylanib baqgin. Sen dastlabdila ona bo'lishdan voz kechding.
Apı degan xolisi bo'ladigan, xolisi bo'lmaydigan ishmi? Ah, Xudo. Bo'ldi. Ketgin. Jiraxlaga ket. Bizning turmushimizga aralashma. Seni ko'zimga ko'msin. Hadi bunda qilmam. Nabi o'lib ketdi. Qaytarilmaydi. Qalbingizni tushunaman. Sizga ko'yinaman. Halimizdan bundan obdan xabar olaman. Hadi gapimni anglang. Ota-onamizdan ayrıldı. Mening sizdan boshqa hech qanday tuqqanim yo'q. Herkes unda qilmang hadi. Ben sizden ötünüp qalay. Ufkan, sen beni bilmeysen, sen beni düşünmeysen. Bana nasihat qilma. Ketgin. Raziya. Opa. Hadi. Opa. Raziya. Opa. Raziya. Opa. Siz nima deb keldingiz? Raziya. Herkes qaramliq qilmang. O'zingizni o'ylamasingizmi? Bu bechora balani bo'lsa-mu o'ylab qo'ying. Bilmem. O mening balam emas. Men dert elemga chidamay. Moshunda qilyapman. Qandaq emas, opa. Men bilmem. Sen beni yaxshi ko'rmaysan. O'lishga roziligim borki, men bilan birga turishni xohlamaysan. Biroq men sana amroq. Men seni sevginaman. Men sen nega borsam, shu yerga birga ketay, opa. Bo'ldi, gap qilma. Menga yaqin kelma. Men seni opang emas. Yo'q, opa. O'tinib qolay. Meni tashlab etme. Endi men opsi yo'q, yetim bola bo'lib qolmay, opa. Meni herkes tashlab etmagin, opa. Opa. Raziya, qaytib kelin. Bu balaga ozroq bo'lsin onalik mehrini bering. Boshqalar yetkazolmagan onalik mehrini yetkazing. Raziya. Oldu sözleme. Benim erim yok. Balam yok. Ben bir şorpişan ayal. Kaynatam doğru deydi. Ben şum ayak. Ben ölümge layık. Ben Subihi'ye analık mehrini veremeyim. Eksiz onunla ziyan keltirişim mümkün. Abba! Abba! Raziya! Hadi! Hadi! Raziya! Hadi! Bir amal Gapimni anglang. Hadi! Herkes onda qilmang. Raziya! Raziya! Bu Xudoning irodasi. Sizlarni Xudo tepishtirdi. Buni bilishingiz kerak, Raziya. Buni har ikkimiz rad qilolmaymiz. Yo'q, undaq emas. O mening o'g'lim. Nabi emas. Opa! Bu rostla sizning bolangiz Nabi emas. Lekin bu yana sizning bolangiz.
Siz onun tushidagi opsi, qiyishingiz, chechingiz, hatto bo'yningizdagi mangdan tortib o tushida nihoyatmi aniq ko'rgan. O her kuni tushida ko'rgan opsining rasmini chizadi. Her qanday vaqtda onun qo'ynidan opsining rasmi chiqadi. Ko'zini yumsala, opsi onun tushiga kirdi. Oldu sözlemem. Anlamayman. Raziye. 7 yil burungi yiliq kecha esingizdami? Shu kechasi sizni ustingizga oqroq yepib ko'tirib, Noylik doktorxonaga akirgan edi. Nabi bilan bir vaqt tug'ilgan yiliq bola balkim esingizdadir. Opsi emitishda rad qilgan bovoqni quchqiga elib, xuddi kichik boladek yig'lab o'ltirgan esingizdami? Bu bolaga tunji emchakni siz sog'andingiz. Agar taqdir peshonaga putilmagan bo'lsa, bugungi bu kun bo'lmaydi. Agar taqdir qismat shundoq bo'lmasa, subhi sizni opam deb ching turib olmaydi. Mushu bolani deb bo'lsa-mu, neytingizdan jinim. Agar uni yana opsidan mahrum qilsangiz, Xudomi ravo ko'rmaydi. Unidan ko'ra, uni billa ilib ketganingiz, uni bilan billa o'lib ketganingiz yaxshi. Opa! Agar uni ilib ketmasangiz, uni ko'z oldingizda urib o'ltiraymi? Yo'q. 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 Opa! Qilma. Meni bundan mecburlama. İşenmemsiz. İşenmemsiz. Ben degenimle kıldıgan adam. Hadi. Dilim opa. Hadi. Farme. Raziye. Raziye. Sultan Rasu balını urup zahmelendirip koydu cuma. Yeni apıda pakakını. Apıda fakıra pakını. Yeni vakır ya. Yeni vakır edin basam. Hacığını çıkıp başlayayım. Ağzını jırt etmeydiğin basam. Apamını tabi ben degiçe. Nek yerine tapsam şu. Şu cindimi çocuklarını asıraşına geliyordu. Benim balamla vurma. Apa. Benim balamla vurma. Kele balam. Apa. Apa. Dilim oğlum. Yerim ya adam beni yoldan vurdu. Hiç yerim ağırmadı. Canım balam. Abla. Canım abla. Hem de beni taşlı etmeydi sen. Biz mengü birge ötümüz bolam. Benim oğlum Abba. Canım Abba. Biz başqalarının tunuşturuşu bilan tepishqan. Tunuşup bir necha kun o'tmayla to'y xati oldik. To'y qilishga 2 kun qolganda uning opsi tuyuqsizlik o'lib ketdi. Qarliq tutgan bir yil ichida munosabatimiz sheriklashdi. Har kuni degidek uyimizda urush jidal qurimidi. Bu chaqda bana örümcüge olmuş fırsat geldi. Ben onu izlep bassam, onunla acırışık koşuldu. Şu çağda, boyumda qakalığın andın bildim.
Men balını aldırıp deyli desem, o onumay tuğsan dep turup aldı. Men bu balını taşlayıp çıdamay. Ahire emitmey gitip kaldım. O çağda men şehirge ketip nam çıkırışını oylagandım. Hakikaten ahmakken ben. Balanın bundak azaplı gelişini zadıl oylamaptı mı? O meni her kızımı geçirmeydi. Adem hayatıda nurgun kilişmeslik duç kelediken. Öz apısı balısını bəxtsiz qısa. Oylap yıqına. O bunu omayla unutup gitem da. Şoňa biz ayallah her qancha japa tassaqmı ballarımızны öz yenimizde ep qalımız. Ballarımның dadısı pol tapıman dep Guangzhouga berip elip 5 yıldan beri qaytıp kelmedi. Balı tex kiçik. Onun üçün eytqanda bəxtli günlər texi aldıda. Şoňa öz ata-anası bilen birle yaşıgını yaxşı. Hamile, bana bir balı doğup verin. Balı yok uymazaq oxşaydı. İşinemen ki, siz çokum yaxşı anı bulalaysınız. Yol değilsin. Gülendam, siz hakikaten yaxşı aya. Köpçilikning hammasi sizni shundaq deb maqtaydi. Onun nemiga foydasi? Ko'nalarda bosh tikanmagan talayda anangning haqqi bormi degan gap bor. Siz baxtli bo'ling. Ko'nglingizni yerim qilma. Sizningmi bir kun baxtingiz echilib qolar. Qandaq dedim, ha? Rahmat. Sultan dada. Oo. Sultan dada. Qizim Zehra. Ha. Endi qachon kelasiz? Nima ishing botdi? Menga yaxshi narsani og'ash kelamsiz. Ha, albatta og'ash kelaman. Tahir bilan Mahirlar qani, ha? Ular nega ketdikin-tan? Zehra qizim, men sizlarni pat-pat yo'qlab turaman, ha?
bala kichigidilla rasmsiz chiqamliq. Men uni keyin obdan tarbiyalayman. Voy açmamdıgan. Kelinglar. Nima yesanglar shu ba? Hamma narsa to'liq. Gülandamada siz bugun ajab. Ha, ajabdaysan-ku. Meni boqaman degan ketdi. Oshxonni ochmasam, 3 balani sen boqatdingmi? Tez berib tayyorlik qil, bo'lmasa ulgurmaymiz. Qani kelib o'tiringlar. Polo, manta, boso, kebab. Nima yesanglar shu ba? Biz mant yeydi. Ama qil. Tashmi taqib turinglar. Hasil tayyor. Yaxshimisiz Gulanda? Oshxonangizga jab qilib ketdi-ku. Keling. Bu yoqqa kelib o'tiring. Mana. Qani o'tiring. Bugun qavoxonaga boldirilmayapsiz-ku. Ha. Yasin, Mahmudkamga ochiq-chuchuq qilib suqach etpagina. Ha, mana hozir. Mahmudka, menga bir naqsh aytib bering. Bugun ajab ko'p kunduzli naqshangiz kelib qopdi-ku. Aytib bering, Mahmudka. Bo'ladi. Sizlar anglayman desangiz, albatta aytib beraman. Yollar uzun yol, menzilim yirak, mağmen tinimsiz, argın ve tenha. Karaymen intizar, kar kılmaz yetsem ana hayat yüksekleri huya birden çan kısan bulaku yağmur adalda ömür kimisi toftigan kırgak hayatlık gülsini sul dediğimi Çin sögü taber yar bular sana hayatlık gülsini sul dediğimi